Sanjar aka quruvchisiz-ku. Mayli parnik turibdi ekan, bir ko'raylik nima bor. Quruvchini parnigi nima bo'ladi? Limon, mandarin. Ha, buni bozordan sotib olavermaysizmi? O'sha qimmat emas-ku. Endi o'zingiz yetishtirib chiqarganingiz boshqacha-ku. Kelib uzib yeganingiz boshqacha tamam. Wow. Men bozordagi bundan shirinroq bo'lgan taqdirda ham buni uzib yeganingizdek gashti boshqada shirini. Tamam. Bu mandarinmi bu? Bu mandarin bu. Gap yo'q. Bu katta tipdagi mandarin. Aha. Bu limon. Oho. Mandarin asosan narigi parnida ko'proq. Bu yerda limonimiz ko'proq. Mana hozir opoddan nevaralari opoddan ishlarini tomosha qilyapti-da. Mana mayda tipdagi mandarin bu. Voy, mana do'stlar, tarbiya qilish bu shunchaki aytib qo'yish bilan bo'lmaydi. Mana amalda ko'rsatib berish kerak. Oho. Mana shu bolachalar uzib berdi, shuni o'zi dadamlar ko'radilar, nevaralar terib yurganlar. Ana u o'shani gashti boshqada shuni. Ana maza bo'ladi. Voy, bitib qopti-yu bu. Gap yo'q. Shu yerdan chiqsak bo'ladimi parnikka? Bunisi qulpinoq shekilliga, yozgi shekilli. Bunisiga endi. Parranda ham bor ekan. Ochiqmi? Mandarin ko'proq berdi. Qo'ya. Do'stlar, ana bu narsalarni ko'rib yana kontent olgin kelaveradi-da, postlar qo'ygin kelaveradi-da, shu Uchqo'rg'onni qanaqa yaxshi ko'rmaslik mumkin. Gap yo'q. Doim yeb ko'rgan ekanman-ku, lekin daraxtida mevasini ko'rmagan ekanman shu paytgacha. Qo'ya. Gap yo'q. Aka, sog' bo'linglar, hech ham charchamanglar. Rahmat.